Ikkala taraf ham qattiq og'ir vaziyatda qolib ketganidan, bu urush faqatgina yerlarni egallash emas, balki bir-birlarining tinkasini quritishga aylanib qolayotgani aniq edi. Ittifoqchilarda dengiz ortida kengayib borish uchun juda ko'p qo'shin bor edi. Shuningdek, Britaniya dengiz yo'llarini to'sib qo'ydi. Endi ular hech narsani import qila olmasdi, masalan, ovqat. Hech qaysi taraf ham uzoq va befoyda urushni xohlashmasdi. Shuning uchun ham diqqat-e'tiborlarini g'arbiy frontdagi boshi berk holatdan nari qaratishga harakat qildi. Buning birinchi usuli yangi frontlarni yaratish edi. Dastlab urush boshlanganda Avstraliya tezlik bilan Germaniya qo'l ostidagi Yangi Zelandiyani egallab oldi. Shuningdek, ittifoqchilar ham Germaniyaning Afrikadagi koloniyalariga kirib kelishdi. Aynan Sharqiy Afrikadagi mahalliy aholini ikkala taraf ham askarlar va tashuvchilar sifatida olib, bir-birlari bilan urushtirishgan. Afrikalik mahalliy aholining katta qismi shu nuqtada qirilib ketgan. Urushga yangi hududlar ham qo'shilib bordi. Ittifoqchilarning yangi do'stlari Italiya va Yaponiya edi. Yaponiya o'ziga yangi imperiya qurish bilan band edi va urush Yaponiya uchun Sharqiy Osiyodagi Germaniyaning orollari va koloniyalarini egallab olishga bahona bo'ldi. Italiyani esa aslida urushdan oldin Germaniya va Avstriya-Vengriya bilan do'stlik shartnomasi bor edi. Ba'zi bir keskin vaziyatlardan so'ng va ittifoqchilar Avstriya-Vengriyaning yerlarini va'da qilishgandan so'ng Italiya ittifoqchilar tarafiga o'tib ketgan. Italiya ushbu yerdagi tog'larda yangi front ochishdi, lekin xuddi boshqalardek butun urush davri mobaynida turg'un vaziyatda qolib ketdi. Markaziy kuchlarning yangi ittifoqdoshi Yaqin Sharqdagi qiynalayotgan imperiya edi. Usmoniylar imperiyasi. Usmoniylar urushga qo'shilsakmi yoki yo'q deb o'ylanayotgandi. Chunki Usmoniylar yaqinda sodir bo'lgan Bolqon urushlaridan charchashgandi. Urushga qo'shilishni xohlagan ba'zi bir siyosatchilar o'zlaricha Rossiyani o'qqa tutishdi. Keyin ortiga kelib shunday deyishdi: "Oppa, biz endi urushdamiz shekilli." Usmoniylarning urushga kirib kelishi Britaniyani vahimaga solib qo'ydi. Chunki Yaqin Sharqda neft serob edi va Britaniyaga doim neft kerak. Birinchi bo'lib Usmoniylar Rossiyaga Kavkaz ortidagi tog'lardan hujum qilishdi. Lekin ular sovuqqa tayyorlanmagandi va ularning qo'shini muzlab jon taslim qilgan. Keyin ular Suez kanalini britaniyaliklardan egallab olish uchun bir necha mil sahroni kesib o'tishdi, lekin bu ham ish bermadi. Keyin ittifoqchilar Dardaneldagi Gallipoli bo'g'ozini olishga harakat qildi. Uzoq va qaqshatqich okopdagi urushlarda ittifoqchilar mag'lub bo'ldi. Usmoniylar barcha mag'lubiyatlarini Usmoniylar tarkibida bo'lgan etnik armanlarga aybladi. Usmoniylarning ularga qarshi genotsidida 1,5 million armanlar o'lib ketgan. Keyin esa nemislar Afg'onistonga josuslarni yuborishdi. Ularga arab qabilalarini britaniyaliklarga qarshi birlashtirib, inglizlarga qarshi jihod qilishga ko'ndirish buyurilgandi. Lekin bu reja ish bermadi. Chunki josuslar bo'kkunicha ichib maslikdan o'lar holatga kelishdi. Bu esa Afg'onistonda umuman qilib bo'lmaydigan ish. Ushbu yangi frontlarning hech biri urushni o'zgartirishga katta ta'sir ko'rsatmagan. Ittifoqchilarning o'zlaridan ko'proq odam va zaxiralari bo'lganini bilgan nemislar turg'unlikni yengish uchun nimadir qilishlari kerakligini bilishardi. Urushdan oldin zamonaviy urushning qoidalarini belgilab olish uchun katta konferensiya bo'lib o'tgandi. Kimyoviy qurollarni ishlatishga yo'q, tinch aholini o'ldirishga yo'q, qisqasi ko't bo'lishmi. Nemislar o'z mitinglarida ko't bo'lishga qaror qilishdi. Dirijabel havo hujumlariga Britaniya shaharlarini nishonga olish buyurildi. Shuningdek, ular ittifoqchilar okoplariga xlorin gazlari bilan hujum qilishni boshlashdi va ular aholini olib qatnovchi kemalarga suvosti submarinlarida hujum qilishdi. Urushda cho'ktirilgan bunday yo'lovchi tashuvchi kemalardan biri Lusitania edi. Va uning bortida 159 ta amerikalik bor edi. Bu holat Amerikaning nemislarga bo'lgan fikrini o'zgartirib yubordi. Barcha aybni nemislarga to'nkash ham noto'g'ri. Ittifoqchilar ham zudlik bilan kimyoviy qurollarni ishlatishni boshlashdi va ular tashuvchi kemalarida nemislarning suvosti kemalariga qarshi raketalarni berkitib olib o'tayotgandi. Nemislar ushbu sabablar bilan hujumlarini oqlashdi. Xuddi shu paytda Avstriya-Vengriya hali ham Serbiyani egallab bo'lmagandi. Shuning uchun markaziy kuchlar unga yordam yuborishdi. Bolgariya kengayishini xohlardi va hali ham ikkinchi Bolqon urushida mag'lubiyatlaridan g'azabda edi. Markaziy kuchlar Bolgariyaning o'zlariga qo'shilishi bilan barcha istaklari bajarilishiga va'da berishdi va u urushga qo'shildi va birgalikda Serbiyani qutqarishdi. Serbiyalik harbiy bo'linmalar Albaniya orqali ortga chekinishdi. Albaniya neytral davlat bo'lishiga qaramay, Avstriya-Vengriya bilan do'stlik aloqasi bor edi. Avstriya-Vengriya uni serblarni qo'llash bahonasida bosib qo'ya qoldi. Serb askarlarining ko'pi dengiz bo'ylab qochishga ulgurgan. 1916-yilga kelib esa ko'plab yangi narsalar sodir bo'lmoqda. Xuddi yetarlicha dushmanlari bo'lmagandek, Germaniya yana bitta raqib orttirib oldi. Portugaliya sahna ortida ittifoqchilar bilan yaqin do'stlarga aylanib borayotgandi. Germaniya esa buni yoqtirmasdi. Xuddi
shu paytda urushning yagona dengiz jangi sodir bo'ldi. Ikkala tarafning ham Dreadnought deb nomlanuvchi yangi qudratli dengiz kemalari bor edi. Lekin ularni qurish o'ta qimmatga tushganidan hech qaysi taraf uning jangda yo'qotishni istamasdi. Ularni bandargohda saqlashdi. Faqat bir safar urushtirib ko'rishganlarida bir nechtasi pachoq bo'ldi. Keyin buni qayta takrorlab ko'rishni xohlashmadi. Buyuk Britaniya armiyaga odamlar yuborishni boshladi. Demak, ularda ko'plab zaxira qo'shinlari bo'lgan. Bu ittifoqchilar foydasiga bo'lgan, negaki G'arbiy frontdagi urush jadallashib ketadigan bo'lib turgandi. Nemislar fransuzlarning Verdan shahri yaqiniga hujum uyushtirganida urushning eng uzun va eng qonli janglaridan biri sodir bo'ldi. Fransuzlar uni bor kuchlari bilan himoya qilishdi. Ushbu jang yuzlarcha minglab qurbonlarga sabab bo'ldi. Shunday bosim ostida fransuzlar ittifoqchilarning nemislarni chalg'itish uchun nimadir qilishlarini so'rab yolvordi. Shunda inglizlar o'zlarining uzun va qonli urushlarini Sam shahrida boshladilar. Birinchi kunning o'zida ularning 60 ming askari jon taslim qilgan. Inglizlar xuddi shu jangda o'zlarining birinchi vahimali ilmiy fantastik ko'ringan texnologiyasini ishlatdi. Ruslar o'z hududi ichkarisiga siqib borilayotgandi. Lekin fransuzlarning yordam so'rashiga javoban ular o'zlarining qattiq hujumini boshlashdi va ancha yaxshi progress qilishdi. Lekin zaxiralari tugab, tezda bir yerni o'zida qotib qolishdi. Ruslarning g'alabalarini ko'rib turib, Ruminiya hozir urushga qo'shilish va yutish uchun yaxshi fursat deb hisobladi. Keyin ular qattiq zarbaga uchradi. Gretsiyaliklar ham urushga qo'shilish yoki qo'shilmaslik haqida bir-birlari bilan bahslashayotgandi. Qirol markaziy kuchlarning tarafdori edi. Prim minister bo'lsa ittifoqchilar tomoniga qo'shilmoqchi edi. Mamlakatni ikkiga bo'lib yuborgan qisqa skizmdan so'ng qirol va nihoyat taxtdan voz kechdi va davlat birlashdi. Ittifoqchilarning yordami bilan ular yangi hujum boshlashdi. Yaqin Sharqda Rossiya Usmoniylar imperiyasiga shimoldan kirib kelayotgandi. Britaniya ham forslarning neft zaxiralarini himoya qilish uchun Mesopotamiyaga kirib keldi va Bag'dodni qo'lga olish uchun Dajla daryosidan kichik qo'shin yubordi. Lekin qo'shin yo'l bo'yida Kut shahrida qurshab olindi va oxir-oqibat taslim bo'ldi. Janubdan sahroda jang qilishning ustalari tomonidan yangi hujum boshlandi. Ushbu hujum mashhur ingliz ofitserlaridan biri Arabiston Lawrence tomonidan yordam berilgandi. Lawrence arablarni Usmoniylarga qarshi isyon ko'tarib, ularni ta'minot yo'llarini yakson qilishga yordam berdi. 1917-yilning kirib kelishi bilan barcha urushdan charchagandi. Fransuz armiyasida isyonlar, Germaniyaning aholisi esa ochlikdan o'layotgandi va urush Rossiyaning barcha zaxiralarini tugatayotgandi. Hozircha hech qanday g'olib yo'q edi. Hammani birgina narsa o'ylantirayotgandi: kimni birinchi bo'lib mag'lub bo'lishi. Va javobi Rossiya edi. Ocharchilikdan va telba sehrgarning karomatlari tufayli Petrograd shahrida hokimiyatga qarshi isyonlar va hujumlar sodir etildi. Hujumlar kattalashib, inqilobga aylanib ketdi va yangi hokimiyat imperatorni taxtdan ag'darib yubordi. Va bir necha oydan so'ng bolsheviklar yangi hokimiyatni ag'darib yubordi va ular Rossiyani urushdan chiqarib olishdi. Bu Germaniya uchun yaxshi yangilik, chunki ular endi faqatgina G'arbiy frontga e'tiborini qaratishadi. Lekin faqatgina bitta muammo bor. Nemislarni g'ashini keltirayotgan Amerika urushga qo'shiladiganga o'xshab turgandi. Urush mobaynida Amerika ittifoqchilariga zaxiralarini sotayotgandi va buning orqasidan juda ham boyib ketgandi. AQShning shakli o'zgarib, nemislar uchun xavfli bo'lib borayotgandi. Shunday qilib nemislar Meksikaga shunday telegramma jo'natdi: agar siz yigitlar Amerikaga hujum qilsangiz o'ta zo'r ish bo'lardi. Lekin inglizlar xabarni ushlab qolishdi va AQShga ko'rsatishdi va AQShning sabr kosasi to'ldi. Amerika kemalari Yevropaga suza boshladi. Bu Germaniya uchun o'ta yomon yangilik edi va ularning yagona umidi Fransiya va Buyuk Britaniyani yangi Amerika qo'shinlari yetib kelmasdan taslim qilish edi. Hozir yoki hech qachon. Nemislar so'nggi yagona hujumini boshladi. Qo'shinlarini bir yerga to'plab Som shahriga qattiq hujum qilishdi va ittifoqchilarni ortga qaytarishdi. Keyin esa shimolga hujum qilishdi. Yana va yana. Har bir zarba ortidan nemislar ko'plab resurslarini yo'qotayotgan edi. Ittifoqchilar esa ularni hujumlarini qaytarishda yanada yaxshilanib borishayotgandi. 5-hujumdan so'ng ittifoqchilar chegarani ushlab turdi va hatto ularni ortga ham qaytardi. AQSh askarlarining ko'p sonlarda yetib kelishi bilan ittifoqchilar qarshi hujumga o'tishdi va bu urushga nuqta qo'ydi. Markaziy ittifoqchilar barcha frontlarda ortga qaytarib yuborilayotgandi. Birinchi bo'lib Bolgariya taslim bo'ldi. Ortidan Usmoniylar imperiyasi va Avstriya-Vengriya va nihoyat 11-noyabrda 1918-yil 11-soatda Germaniya taslim bo'ldi. Tinchlik shartnomasida Germaniya harbiylari sonini qisqartirishga, urush uchun aybdorlikni o'z bo'yniga olishga va ulkan miqdorda tovon puli to'lashga majbur qilindi. Ulkan og'ir azob-uqubatlardan va millionlab qurbonlardan so'ng dunyo o'ziga kerakli darsni oldi va hech ham bunday qaqshatqich urush sodir bo'lmadi. Taxminan yana 20 yil davomida.